tushda tanga zarb qilish. Ibn Sirinning aytishlaricha, tushda tanga zarb qilish so'ziga oro berib, faxr bilan gapirishini bildiradi. Jobirning aytishlaricha, dirham va sara oltin tangalarni zarb qilayotganini ko'rsa, latif va shirin tuyuladigan bir necha tagi yo'q gaplarni gapirishiga ishoradir. Agar past sifatli oltin tanga zarb qilayotganini ko'rsa, noxush so'zlarni aytishini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.